O'zbekistonda bo'layotgan eng so'nggi hodisalardan xabardor bo'lmoqchi bo'lsangiz, bizni kuzatishda davom eting. Andijonda zilzila yuz berdi. Assalomu alaykum aziz muxlis. Agarda bizning kanalimizda mehmon bo'lsangiz, bizga obuna bo'lishni hamda videolarimiz ostida bir dona like tugmasini bosib qo'yishni unutmang. Zilzila kuchi 2-3 ballni tashkil etdi. Yer silkinishi epitsentri Marhamat tumanida joylashgan. 24-aprel kuni soat 17:22 da O'zbekistonda zilzila sodir bo'ldi. Yer silkinishi epitsentri Toshkentdan 267 km janubi sharqda Andijon viloyati Marhamat tumanida joylashgan, chuqurlik 10 km. Epitsentrda sezilish kuchi 3 ball. O'zbekiston hududida sezilish kuchi Marhamat tumanida 3 ball, Asaka tumanida 2 ball, Buloqboshi tumanida 2 ball, Shahrixon tumanida 2 ball, Quva shahrida 2 ball deyiladi xabarda. Bu xabarni barcha do'stlarimizga jo'natib qo'yamiz hamda videomiz ostida bir dona like tugmasini bosishni unutmaymiz.